Xitoyning Washingtonda turishliq bosh elchisi Su Tiankey Xitoyning Sharqiy Turkistondagi razil siyosatlarini oqlab, Uyg'urlarni Daesh terrorchilarga o'xshatdi. Xitoyning Amerikada turishliq bosh elchisi Su Tiankey Reuters agentligining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi siyosatlarini oqladi. Su Tiankey Amerika terrorchilarni o'ldirdi. Biz bo'lsak yangidan odam bo'lish uchun tarbiyalayapmiz deyish orqali Uyg'urlarni terrorchi deb atadi. Sharqiy Turkiston ushur markazining raisi Abdujalil Qarqash Xitoy bosh elchisining bu so'zlariga inkos qaytarib, Sharqiy Turkistonda 69 yildan buyon ishg'ol va sistemlik osmonlashiya siyosati davomlashib kelmoqda. Xitoy rayonning tabiiy boyliqlarini bulang-talang qilish bilan birga rayon xalqini yo'qotish g'arazida bo'lib keldi. Buni bo'lsa terrorizm va diniy asabiylik bahonasi bilan ijro qilmoqda. Bu zamin ming yillardan burun ajdodlarimiz bizga yodgor qoldirgan musulmon turk zaminidir. Xitoy hukumatı tezdan bu inson qalbidan chiqqan harakatlarni to'xtatishi lozim dedi. Xitoydan import qilingan mahsulotlardagi josuslik o'ziki iste'molchilarning diqqatini tortdi. Yaqindan buyon Xitoyning barliq mahsulotlarida josuslik o'zaklarining borligi gumon qo'zg'amoqda. Bo'libmi o'tgan yili Rossiya qatorliq davlatlarning Xitoydan import qilgan kichik elektronlik asboblar va oila saymonlarda va ovoz ilish GPS yer shari o'rin belgilash sistemasi detallarining borligi aniqlanib, Rossiya tamojna doiralari tomonidan axborotda oshkorlangan edi. İslam Həmkarlıq Təşkilatı Xitay bilan Falastin мәселесі, O'rta Sharq va Shimoliy Yevropadagi o'zgarishlar, tashkilotga a'zo bo'lmagan davlatlardagi musulmonlarning vaziyati va islomofobiya qatorliq ko'p taraflik masalalar haqida ko'rishmoqchi. Mazkur tashkilot tomonidan e'lon qilingan yozma bayonotda tashkilotning bir hay'atning Xitoy Tashqi ishlar ministrligining taklifiga binoan bugun Xitoy Beijingga qarab yo'lga chiqadiganligi, Xitoy doiralari bilan bir hafta rayonlik va xalqaro masalalar haqida suhbat o'tkazilganligi bildirildi. Yevropa İttifaqı Komitesi bayonotchisi Margarita Shinas Angliya Yevropa İttifaqıdan kelishimsiz ayrılgan taqdirda Shimoliy Irlandiya bilan Yevropa İttifaqıga a'zo Irlandiya Cumhuriyati orasida tabiiy chegara hosil bo'lganligini bildirdi. Angliyaning Yevropa İttifaqıdan chekinib chiqishidan kelib chiqqan qalayonqonchilikning Shimoliy Irlandiyada ilgirki terrorlik va to'qinishlarning takrar o'tirg'a chiqishiga yo'l ichishi andish qilmoqda. Hindiston saqchilarining bu hafta ichida Hindiston va Bengal chegarasida qapsilib qolgan daxil 61 arakanlik musulmonni qo'lga olganligi bildirildi. Saqchilar to'nagan Tripura o'lkasining Rayir Muradiki tarafsiz rayonda qapsilib qolganligi e'lon qilingan 31 arakanlik musulmon bilan Asan o'lkasida avtobus bilan sayohat qilayotgan, orasida 12 bola bo'lgan 30 arakanlikni qo'lga olganligini bildirdi.